222 çekmeyle tez yoldan da yer veremez. 222 çekme oğlum. Mashinani chetga olmayapti. Haydi. 222 çekme oğlum kasal okur. $222 oğlum çetka. Tamam 8%. Tez tibbiy yordam mashinasida og'ir bemor olib ketilayotgan bo'lsa-yu, unga yo'l berilmasa, o'sha 1-2 soniya ham o'sha bemorning ahvolini saqlab qolishi mumkin. Haydovchilar sizlardan iltimos, tez tibbiy yordam mashinasi sirenasini ovozini eshitganda yo'l beringlar. O'sha mashinada ketayotgan odam begona odam bo'lishi mumkin. Ertaga siz yaqiningiz yo bir yaqin insoningiz bo'lib qolishi mumkin.